Agar qo'llaringizga mana bu uzugingiz kirib chiqishda qiynalayotgan bo'lsa, yuzlaringizdagi atyoq holatidan qutulishni xohlasangiz, bugungi video siz uchun. Assalomu alaykum, dietolog Sadoqat Muhammadjonova ozish marafonlari, ozish kurslarini tashkil qiladigan mutaxassis sifatida va 30 mingdan ortiq insonlarni ozdirgan mutaxassis sifatida sizga bugun atyoqlardan qutulish sirlarini o'rgataman. Biz tushunishimiz kerak, atyoq bu albatta ko'pincha qandli diabeti bor yoki insulin gormoni juda ham yuqori yoki aynan qalqonsimon bez faoliyatida muammosi bor bo'lgan yoki ortiqcha tana vazni bor bo'lgan insonlar bilan doimo yonma-yon yuradi. Bu holatlarda albatta sizda atyoq holati ketadi va bunda organizmingizdan suv chiqib ketmaydi. Suv chiqib ketmagani hisobiga ayol kishilarning eng muammoli va ayol kishilarni eng qiynaydigan holati bu aynan yuzda shish holatlari yoki qo'llar, oyoqlarda shish holatlari paydo bo'ladi. Xo'sh, bundan qanaqa qutulamiz? Qutulishdan oldin birinchi navbatda biz sababini aniqlashimiz kerak. Sizda nima uchun atyoq bor? Demak, boshlaymiz. Birinchi sababini tushuntirib ketaman va men sizga tushuntirganimdan keyin siz ana shu sabablarning orasidan o'zingiznikini topasiz. Birinchi sabab. Mani eshitayotgan insonlardan har ikkitasidan bittasida mana shu holat bor. Ya'ni bu qalqonsimon bez faoliyatini yaxshi ishlamasligi, gipotireoz yoki gipertireoz holati. Ya'ni qachonki sizdagi mana shu bo'yin sohangizdagi gormon, ya'ni shitavitnik deyiladi, qalqonsimon bez gormoni yaxshi ishlamagan paytda sizda atyoq paydo bo'ladi. Bu nafaqat atyoqga, balki sizni doimiy charchoq hissini his qilishingizga, libido pasayib ketishiga, kayfiyatingizni yo'q ekanligiga, o'zingizda juda ham holsizlanish kuchli ekanligiga, atyoqlarga yoki ozish jarayonini boshlagansiz, turli xildagi dietalarni qilyapsiz. Lekin u dietalar siz uchun ishlab bermayotganiga sabab bo'ladi. Bunda analiz topshirib, aynan TTG, birinchi navbatda T3, T4, antitelak immunitet holatini ko'rish uchun topshirgan holatda xo'sh o'zingizda necha norma ketyapti. Ya'ni Evrostandart bo'yicha norma bu 0,4 dan 4 gacha bo'lgan holat. Lekin biz 2,5 ni ham aynan yaxshi holat emas deb olamiz. Bunda qo'shimcha endokrinolog bilan maslahatlashgan holatda siz masalan yod preparatlarini qabul qilishingiz mumkin yoki sink yoki selen qabul qilishingiz mumkin mikroelementlarning holatini ko'rish uchun yoki bo'lishi mumkin omega ichishingiz mumkin. Lekin bundan avval bu preparatlarni, dorilarni, vitaminlarni ichishdan avval birinchi siz endokrinolog bilan maslahatlashganingiz yaxshi. Kimdir uchundir L-tiroksin yoziladi yoki Etirox tabletkalari, gormonlar yoziladi. Lekin bunda sizdagi gormonal fonni necha ekanligini bilmasdan o'z-o'zidan buni ichishingiz xato hisoblanadi. Demak, bildingiz, qalqonsimon bez faoliyatining normal holatda emasligi bu sizdagi atyoqqa sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab bu aynan pochkadagi muammolar, ya'ni buyrakdagi muammolar. Buyrak yetishmovchiligi holatlarida, buyrakda muammolar bo'lgan paytda ham siz ichayotgan suyuqlik, hattoki suv ham organizmingizdan chiqib ketmaydi va bu natijada atyoqqa sabab bo'ladi. Buyrak faoliyatini yaxshilash kerak. Bunda ham albatta vrach bilan maslahatlashgan holatda o'zingizni aynan holatingizni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, buyrak qanaqa ishlayapti? Chunki buyragida muammosi bor bo'lgan insonlar ko'p suv ichmaydi. Ayniqsa davleniyada muammosi bor insonlar yoki endokrin tizim bilan bog'liq bo'lgan muammosi bor insonlar ham ozish jarayonida ham hattoki ko'p suv ichmaydi. Chunki ayrimlar bor, mana ayrim mutaxassis bo'lmagan dietologlar bor. Ozish kursiga kirdirib olgandan keyin sizga 4 litrlab, 5 litrlab suv ichish kerak ekanligini aytadi. Lekin vaholanki sizda endokrin tizim bilan bog'liq bo'lgan muammo bor-ku, sizda buyragingizda muammo bor-ku yoki sizda davleniyangizda muammo bor-ku, ichdingizmi, bo'ldi, atyoq bo'lib ishni boshlaysiz. Ozishni o'rniga o'zingizda semirish holatlarini his qilasiz. Shuning uchun ham o'zingizni doimo mutaxassis insonga topshirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Uchinchisi bu oqsilni kam ekanligi. Ey Sadoqat, shu joyga ham oqsilni qo'shib ketibsiz-a, demang. Chunki oqsil yetishmagan paytda ham atyoq bo'ladi. Sababini tushuntiraymi? Oqsil biz ayrim paytlarda yeymiz. Go'sht, tuxum, sut mahsulotlarini iste'mol qilasiz, lekin o'zingizni kuzating. Agar oqsilingiz so'rilmasa, sizda doimo oqsilda defitsitlik holati, ya'ni oqsillarning yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bunga asosiy sabab sizdagi aynan oshqozon kislotalik darajasi, ya'ni pH ko'rsatkichi normal holatda bo'lishi kerak. Kimdadir bu ko'rsatkich o'ta yuqori, ya'ni ovqat yeganda ham ko'ngli ayniydi, jig'ildoni qaynaydi, oshqozon kislotaligi normal holatda bo'lmasa, siz yeyotgan oqsillar organizmda so'rilmaydi. Yoki kisheychnik, ichaklarda muammo bo'lsa, ichak sindromi holati, disbakterioz holatlari ketyaptimi, bo'ldi, siz bu yoqda oqsil yeyapsiz, lekin organizmingizda u so'rilib bermayapti. Bunda kislotaligini ko'tarish kerak. Oshqozon kislotaligini ko'tarish uchun esa olma sirkasi yordam beradi. Aynan olma sirkasini qaysi turini tanlaganingiz yaxshi, ya'ni filtrlanganmi yoki filtrlanmaganmi? Qanaqa holatdagisini ichishingiz mumkin, ya'ni iste'molga yaroqli. Bu haqida Telegram kanalimda to'liq ma'lumotni topasiz. Videolar asosida ko'rsatib tushuntirib berganman. Mana bu olma sirkasini ichish mumkin, bunisini ichish kerak emas. Bu faqatgina salatlar uchun yoki iste'mol qilish uchun emas deb Telegram kanalimda ma'lumotni berganman. Ulanib olishni unutmang.
To'rtinchi sabab insulin rezistentlik holati. Insulin gormoningiz baland bo'ldimi, insulin rezistentlik holati bo'ladi. Ya'ni doimiy ochlik hissi, tizzada, qo'ltiq ostlarida qorayish holatlari, intim zonalarda qorayish holati, papillomalar toshishni boshlaydi. Insulin gormoni yuqori bo'lgan insonlarda doimo insulin rezistentlik holati ketadi. Bunda organizmda suv to'planadi, ya'ni suv chiqib ketmaydi. Siz iste'mol qilayotgan uglevodli mahsulotlar organizmda suv to'planishiga sabab bo'ladi. Bunda albatta to'g'ri ovqatlanish usuli va qo'shimcha biologik qo'shimchalarni ichgan holatda o'zingizga yordam bersangiz bo'ladi. Ha, eng muhim joyi ratsioningizda juda ham ko'p shakar tabiatli mahsulotlar, shirinliklar bo'lsa ham, ya'ni uglevodli mahsulotlar ham bu ham sizni atyok qildiradi. Ya'ni siz ertalab turgan paytda ishni boshlaysiz. O'zingizni kuzating. Mana shu 2-3 kun avval yoki 7 kundan beri yoki 1 oydan beri tinmasdan uglevodli mahsulotlar, ya'ni tez hazm bo'luvchi uglevodlar, tortlarni yeyapsiz, shirinliklar, pechenyelar, kofelar, gazli ichimliklarni ichib o'tiribsiz. Shuni hisobidan ham sizda bu holat, ya'ni atyok holati, organizmingizda ortiqcha suv to'planish holati bo'ladi. Buyrak usti bezlari ham bu atyokka sabab bo'ladi. Ya'ni o'sha sizdagi stress gormoni kortizol. Kortizol agar sizda doimiy kortizol baland yursa, bu qorin sohangizda yog' to'playdi va sizda organizmingizdan suv chiqib ketmaydi. E'tiborli bo'ling. Sut mahsulotlarini ham ratsioningizdan cheklang, chunki ortiqcha sut mahsulotini ko'p iste'mol qilishingiz bu aynan atyokka sabab bo'ladi. Laktoza intoleranslik bo'lgan paytda sizga sut mahsulotlarini o'rniga uni alternativlariga o'tkazish, ya'ni masalan oddiy sut icha olmayapsizmi, uni o'rniga endi to'g'ri narxi qimmatroq bodom suti, kokos sutlarini ichish tavsiya qilinadi. Chunki biz kalsiyni asosan sut mahsulotlaridan olamiz, shuning uchun ham uni o'rnini qoplab beradi. Oxirgi sabab bu tuz mahsulotini ko'p yeysiz. Bir kunda 7 gram, 8 gram. Vaholanki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bizga norma qilib 4-5 gram bir kunda tuz iste'mol qilinishi kerak. Undan oshmasligi kerak deb qo'yilgan. Lekin siz kolbasa, sosiska, polfabrikat mahsulotlari, o'tda tuzlangan mahsulotlar yoki restoranlarda, kafeshkalarda juda ham ko'p ovqatlanasiz. Vaholanki bu organizmda barcha o'sha mahsulotlar suvni to'playdi. Bilasiz, organizmda elektrolitlarning balansi norma holatda bo'lishi kerak. Kaliy va natriy balansi. Agar sizda natriy balansi o'ta yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, demak ratsioningizga ko'proq kaliyga boy bo'lgan mahsulotlar, aynan eng zo'ri kaliyga boy bo'lgan mahsulotlardan bu bittasi bodring. Banan ham kaliyga boy. Albatta ratsioningizga kirgizing, lekin bananni ehtiyot bo'lamiz, chunki insulin gormoningiz baland bo'lsa, aynan tarkibida tabiiy shakar ko'p bo'lgani uchun insuliningizni oshirib yuborishi mumkin. Xo'sh, ana endi top kulminatsion nuqtasiga keldik. Nima qilamiz? Avvalambor analiz topshirishdan boshlang. O'zingizni holatingizni bilish uchun, albatta cho'ntagingizda mablag'ingiz ko'tarsa, oqsillarga, insulin gormoningizga, leptinga, kortizolingiz miqdoriga, TTG gormoningizga analiz topshiring. Holatingizni ko'rib, keyin to'g'ri ovqatlanish usuli va qo'shimcha yordamchi preparatlar, biologik faol qo'shimchalar sizga yordam beradi. Sizni organizmingizdan ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlashga. Chunki masalan, meni ozish marafonlarimda insonlar 5 kunning ichida 2-3 kilolab vazn tashlashadi. Nimaga? Chunki organizmda juda ham to'planib qolgan ortiqcha suyuqlik bor va ular to'g'ri ovqatlanishni boshlashgan paytda, ya'ni nosog'lom ovqatlanishdan to'g'ri ovqatlanishga o'tishgan paytda organizmdan tezlikda suyuqlik chiqib ketadi va siz atyoklardan qutulishni boshlaysiz. Sizga kunlik suv normasi, jismoniy harakat va albatta to'g'ri ovqatlanish usuli atyoklarni ketkazishingizga yordam beradi va aynan peshob holatini yaxshilash uchun kanifron, ya'ni o'sha siydik peshobni yaxshi ishlab chiqarilishi uchun yoki bo'lishi mumkin ukropli suv ham yordam beradi organizmingizda to'planib qolgan suyuqlikni chiqarib tashlashga. Agar sizga ukropli suvni retsepti kerak bo'lsa, Telegramimda bor. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz.